kimning ota-onasi hayot bo'lsa, qadriga yetsin, birodarlar. Ota-ona turgan turishi jannat eshigi. Ota-onaga yaxshilik qilsangiz jannatning eshigini ochasiz, bo'lmasa yo'q. Ota-onaga yomonlik qilinganda jannat eshiklarini mixlayotgan bo'lasiz, ochilmaydigan qilib. Endi ular o'tib ketgandan keyin qancha xizmat qilgan bo'lsangiz, shuncha ko'zingizga kam ko'rinar ekan. Men o'zimning tajribamdan kelib chiqib aytayapman. Qancha xizmat qilmang, qancha sharoitlarni to'g'rilab bermang, moli mulkingizni qancha ularni yo'llarda sarflamang, baribir ko'zingizga kam ko'rinib qoladi ular ketganlardan keyin. Eng yaxshisi ko'proq ular bilan birga bo'lish kerak. Shuning uchun suhbat, sohib so'zlar ishlatildi. Ota-onang bilan suhbat qil, ota-onang bilan birga yur degan ma'no bor. Ayniqsa ota-ona qarib, keksayib, o'lim xabarlari yaqinlashganda farzandga qattiq suyanib qoladi. Har bir ota-ona muborak jonlarini berayotganda yonida farzandlari turishini istaydi. Farzandlari bo'lsa dalda bo'ladi deydi. Jon berish og'ir, birodarlar, og'ir. O'shanda farzandlar yonida tursa, ota-onaning ko'ngli xotirjam bo'lar ekan. O'zini diniga xizmat kaminani otasining ham onasining ham oxirgi umrlarining damlarida jonlarini berayotganlarida yonida bo'lishiga imkon bermadi. Ota-onamiz holbuki ikkovlari ham jon berayotganlarda qancha intiq bo'lib kutib chaqirdilar. Biz daqiqalar yeta olmadik oxirida volidamga. 10 daqiqa yo'lda shoshib boryapman, samolyotdan tushib bir hafta oldin ko'rishib, yaxshi edilar, xayrlashib kelganmiz, xizmatga qaytib. Daqiqalar 10 daqiqa yetmadi. Har bir ota-ona shu yerda keyin akamlar gapirib berishdi. Boshqalardan ham eshitasiz. Har bir ota-ona farzandiga yo'liga muntazir bo'lar ekan. U kishining dardlari kuchayib, qiynala boshlagach, oxiri mendan katta akam men bo'lib, ona rahmatullohman keldim deganlardan keyin bundoq osongina jonlarini beribdilar. Har bir farzand ota-onaga alohida o'ringa ega bo'ladi. Shuning uchun aytamizki, ular hayotmi azizlar? Quchoqlab, erkalab, xursand qilib, kuldirib yuring. Inshaalloh karim jannat sizga peshvoz chiqadi. Ota-onani yig'latishdan Alloh o'z panohida saqlasin. Ota-onasini yig'latadigan farzandlar qancha bo'ladi? Ota-onasini xursand qilib xizmat qilgan bolaning inshaalloh kosasi oqaradi. Ya'niki uning omadi keladi. Ota-onasini norozi qilgan ming harakat qilmasin, kosasi oqarmaydi. Ya'niki 1-2 bo'lmaydi. Alloh taolo ota-onalarimizda hayot bo'lsa umrlarini uzun qilsin, o'tgan bo'lsalar ruhlarini shod etsin. Ota-onaga xizmat qilishda go'yoki jannat eshigini oltib turib unga kirishga talashganday bo'lish kerak ekan. Akam borku, opam borku, ular ham borku, faqat men emasku farzandlari deydigan farzand badbaxt farzand bo'ladi. 10 ta 15 ta bolasi bo'lsa ham siz go'yoki ota-onangizga men bitta bolaman, menda boshqa farzandi yo'q degan ma'noda qarashingiz kerak. Har bir farzand ana shunday munosabatda bo'lsagina ota-onasining qadriga yeta oladi. Boshqa farzandi yo'q ota-onamda, faqat menman, men qarashim kerak degan ma'noda aka, uka, opa-singillar talashish kerak ota-ona uchun, ota-onaga qarashga. Ota-ona bor uyda baraka boshqacha bo'ladi, fayz bo'ladi. Farzandingiz tarbiyasiga juda katta ta'sir bo'ladi, birodarlar.